Maşallah 11 yanvar 2026 yıl. Elita, Kuda kalasa Elita kozu tuğuldu. Krasavчик Qo'chqordan qo'zisi. Бұл qo'y ikkinchi tug'di. Ikkinchi tug'dida Kuda kalasa shunday sondan qo'zi tug'di. Tаңғамал туып qo'yibdir, erta менен tursak, namazga tursak. Туып qo'yibdir, jalab qurg'atib qo'yibdir. Onday putu qo'li jo'n. Qulog'i uzun, orada garbonoz. Hozir bo'yini o'lchab ko'raylikchi. Bo'yni ko'rinib o'tadi. Hech bir qo'zining bo'yini o'lchaydim ele, жаңы tug'ilgan qo'zilarning bo'yini o'lchaydim ele. Tarazaga tartamiz, bo'yini o'lchaymiz. Maşallah deb qo'ysalar, Xudo xolasa. Kelajakda 50 ta bo'lguday qo'zi, erkak qo'zi. Bunday quyruqlari. Qulog'i uzun. Karbonoz. Xudo xolasa maşallah. Tuğulu jo'n. Arashan, 50 ta arashan matka. Ikkinchi tug'di. Krasavчик Qo'chqordan tushgan qo'zi Qo'chqor. Ata bo'yi uzun ekan. Bo'yi uzun. Putu jo'n ekan. Putlari da jo'n ama. Maşallah. Qulog'i uzun ekan. Oğlum kulakları uzun ekan. 50 ta qo'zi. Maşallah. Bunday quyruqchog'i. Hozir bo'yini o'lchab tarazaga qo'yib ko'raylikchi. Bunda bo'yi 50 cm. 50 oshib chiqadi. 50 cm. Tegiz yerga qo'ydik buni. Metr yerda 50 cm. Maşallah, жаңы tuğulgan qo'zining bo'yi 50 cm. 11 yanvar 2026 yıl. Hozir tarazaga qo'yib o'lchaymiz. Buni tarazaga qo'ydik. 9,5 kilo. 9600 9,5 kilo chiqadi. Bugun erta men tuğib qo'yibdir. Qo'zi maşallah deb qo'ysalar. Shunday cho'q qo'zi tuğdi. Tushib ketdi. Videoning oyog'ida shu qo'zi qaysi Qo'chqordan tushgan Krasavчик Qo'chqordan videosini qo'shib qo'yamiz. Buna bugungi qo'zi shu Krasavчик Qo'chqordan tushdi. Bu Krasavчик Qo'chqorni 2025 yılı 15 avgustda qo'ylarga qo'yganmiz. Xudo xolasa birinchi to'l boshlandi. Maşallah, Krasavчик Qo'chqor. Xudo xolasa shu Qo'chqordan tushgan keyingi qo'zilarni video qilib chiqarib turamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.